Aliment undirishga oid 3 ta muhim savolga 1 daqiqa ichida javob beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Aliment olish uchun er-xotin ajrashgan bo'lishi shartmi? Yo'q, nikohdan ajrashmasdan turib ham aliment undirish mumkin. Buning uchun aliment undiruvchi shaxs o'zi yashaydigan hududdagi fuqarolik sudiga murojaat qilsa bo'ladi. Alimentni faqat ota to'laydimi yoki ona ham aliment to'lashi mumkinmi? Oila kodeksining 97-moddasiga asosan voyaga yetmagan bolalarga aliment to'lash va ularga ta'minot berishda ota va onaning majburiyatlari teng hisoblanadi. Ushbu normadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ona ham aliment to'lashi mumkin. Hech qayerda ishlamaydigan ota yoki ona qancha miqdorda aliment to'laydi? Hech qayerda ishlamaydigan ota yoki ona bir bola uchun o'rtacha oylik ish haqining 4/1 qismi, 2 bola uchun o'rtacha oylik ish haqining 3/1 qismi, 3 va undan ortiq bola uchun esa o'rtacha oylik ish haqining yarmi miqdorida aliment to'laydi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoni ulashing va bizning sahifamizga obuna bo'ling.